Mübarek Ramazan ayı içinde turvatımız. Biz Müslümanlar Ramazan ayı içinde kıldığan en ulu ibadetlerden birisi bolsa zakat ayırış. Yani kulumuzdaki iktisat 85 gram altının kıymetiga yetken bolsa, o iktisattan %2,5% ayırıp Kur'an'da körüstülgen 8 türlük orundan birisiga sarf qilish bizning imanimizning talebi. Çünkü imanimizning mükemmel buluşu için bizning imanimiz nifaqdan, yani munofiqlikdan xoli bo'lishi kerak. Zakat bizni mana dal bu munofiqlikni tozalaydi. Yani insanın kalbiga munofiqlik kirib qolsa, o odamga zakat berish nayt ig'ri keladi. Agar nafsining keyniga kirib zakat ayırmasa, o odamdagi nifaqlik, yani munofiqlik tug'an siri ko'payadi. Aksicha nafsiga qarshi kurash qilib zakat ayırsa, o odamning qalbidagi nifaqlik tozalanadi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda "Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim." Ularning mollaridan sadaqa olgin. Yani zakatni olgin. O zakat ularni poklaydi, yani gunohini poklaydi va tuzakkihim va ularning iymonini nifaqlikdan poklaydi deydi. Bir odam menda munofiqlikning alomati va yoki nifaqning asorati bormi yo'qmi o'zida bilib boqmoqchi bo'lsa, u odam o'zining Alloh yo'lida pul xarjlagan vaqtidagi holatiga qarab boqsin. Agar u odam Alloh yo'lida pul xarjlashga to'g'ri kelgan vaqtida, ya'ni hozirgi Ramazonga o'xshash zakat ayiradigan vaqt kelgan vaqtida hech qanday qalbida siqilish, beoromchilik his qilmagan bo'lsa, alhamdulillah u odam menda nifaqlik yo'q ekan deb bilsa bo'ladi. Agar zakat ayirish va yoki Allohning yo'lida pul xarjlash u odamga nihoyat ig'ir kelsa, qiynalsa, ichi nihoyat ichsa, u odam menda nifaqlik bor ekan. Buni darhol tozalashim kerak ekan deb bilish kerak. Shundaqla bu nifaqlikdan Alloh yo'lida ko'p pul xarjlash orqali, ichi og'risimi, ichi azoblansimi, Alloh yo'lida pul xarjlash orqali bu asoratdan, ya'ni nifaqlikning asaratidan qutulish kerak. Chunki munofiqlar mana mushu yerda aylanadi. Ig'izda men musulmon deyish oson, pul ketmaydigan, jon ketmaydigan, badal talab qilmagan yerda men musulmon deyish oson, ammo bizni badal talab qilganda, pul talab qilsa, jon talab qilsa, u yerda ikkilanish, u yerda jim turib olish bizdagi bu munofiqlikning alomati. Shunga zakat ayirishga va Alloh yo'lida pul xarjlashga qat'iy sal qarmaylik. Bu bizning qalbimizni nifaqdan tozalaydi. Shundaqla zakat bir musulmonga nisbatan namoz qanchalik muhim bo'lsa, shunchalik muhim. Namoz qandoq farz qilingan bo'lsa, zakat ham shundoq farz qilingan. Agar bir odam zakatni e'tirof qilmay zakat bermagan bo'lsa, u odam iymondan chiqib ketadi. Shundaqla u odamning qiyomatlik ahvoli nihoyat qo'rqinchli bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda: "Man atahullohu malan falam yuaddi zakatahu, muthila lahu maluhu shujaun aqra." Qandoq bir odamga Alloh taolo mol dunyo bersa, u odam zakatni ayirmasa, u odamning mol dunyosi qiyomat kuni chayonning surtida kelib, u odamni azoblaydi, qiynaydi deydi. Alloh taolo Qur'on Karimda: "Allazina yaknizuna az-zahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim." Oltin kumush to'plab, ya'ni pul tepib, uni Alloh yo'lida chiqim qilmaydiganlarga, ya'ni zakatni ayirmaganlarga oxiratdagi tatlik azobdan xabar bergan. Yawma yuhma alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Qiyomat kunda ularning topgan pullari, oltinlari, kumushlari cho'qqa aylantirilib, ularning beqillariga, pishonlariga, dumbilariga yiqiladi. Ya'ni dog'monlanadi deydi. Va ularga mana bu sizlar dunyo topgan mol dunyoringlar, sizlar buning zakatini ayirmaganliginglar uchun, Alloh yo'lida xarjlamaganliginglar uchun buning vabolini tetinglar deydi. İsimizde bo'lishi kerakki, mal dunyo bir imtihon. Alloh taolo bizga uni "Benden bunu bersem zakatini ayramdu, ayramamdu, men degan yerga xarjlamdu, xarjlamamdu" buni imtihon qilish uchun beradi. Shunga har bir musulmon zakat ayirishga qat'iy sal qarmasligi kerak. Endi zakat ayiruvchi va yoki zakat olg'uvchi diqqat qilishga tegishli bir qancha muhim ishlar bor. Onun birincisi bo'lsa, zakat ayırğuchi zakatni puldan ayırıydı. Yani zakat olgan odam nimaga xarjlasa xarjlayoladigan shaklda ayırıydı. Agar zakat ayırğuchi kiyim-kechakchi bo'lsa, kiyim-kechakdan yoki un yog' sotilgan odam bo'lsa, un yog'dan yoki tüyüp dorigar bo'lsa, doridan ayırsa bu to'g'ri bo'lmaydi. Çünkü zakatning bir sharti tamlik, to'liq ig'dorchilik huquqi bo'lishi kerak. Ya'ni zakat olgan odamning u pulda to'liq ig'dorchilik huquqi bo'lishi kerak. Agar bir odam un bersa yoki dori bersa yoki kiyim-kechak bersa, uni olgan odam faqat kiyalaydi, yeyalaydi. O'zining boshqa ehtiyoji bo'lsa, uningga ishlatilmaydi. Ya'ni kelib zakat bizning melimizdagi kambag'alning haqqi. Biz kambag'alning haqqini, pulni pul shaklida qaytarishimiz kerak. Masalan, agar bizning boshqalarda pulimiz bo'lsa, ya'ni haqqimiz bo'lsa, u odam bizga pulimizni, ya'ni haqqimizni pul qaytarmay, boshqa bir narsa qaytarsa, biz uni olamdik? Albatta olmaymiz. Zakat model shunga o'xshaydi. Zakat boylarning mol mulkidagi kambag'allarning haqqi. Yana birisi, agar zakat puldan ayrilmay, har bir odam o'zi qilgan tijoratdagi meldan ayirsa, shaytonning kayniga kirib ketishi mumkin. Ya'ni bir odam kiyim-kechakchi bo'lsa, mangmagan, bozorda oqmagan, besib qolgan mollarni zakatga berishi mumkin. Ya'ni shayton uni shundoq vasvasa qilishi mumkin. Yoki tevib bo'lsa, yoki boshqa bir tijorat qilgan odam bo'lsa, shu qimmat yoki bozordagi kishilar olmaydigan narsalarni zakatga to'g'rilab berishi mumkin. Buningda ya'ni zakat o'zining qimmatini topmagan bo'ladi. Bu cho'ng xatolik sabab bo'ladi. Shundaqla bu o'zimizni aldaganlik.
Allah'ın aldashqa uringanlik, Allah'ın layoqida ulug'lamaganlik. O'ylab baqali. Kishilar olmagan yoki bozorda mangmagan va yoki besib qolgan mushundaq mollarni zakotga bersak, Alloh buni qabul qiladimi? Biz hurmat qilgan, yaxshi ko'radigan bir odamimizga shundaq besib qolgan yoki kishilar mangmagan narsalarimizni beramizmi? Albatta bermaymiz. Kishilarga bermagan narsani Allohga bersak, Allah qabul qiladimi? Yana birisi zakotni beslib qolmagan, iqiyotgan melni berdimi deyli. Balkim bahsda qimmat hisoblab qilishi mumkin. Demak, zakot puldan berilmaganda, ya'ni asli o'lchimidan berilmagan vaqtida nurg'unlagan xatolarga tushib qolamiz. Shuning uchun zakot beruvchilar zakotni puldan beringlar. Nima ehtiyoji bo'lsa shuni ola olsin. Ikkinchisi, zakotning o'lchami bor. Shu o'lcham bo'yicha ayiramiz. Ba'zi qarindoshlarimiz aniq tushunchaga ega bo'lmaganlik uchun Ramazon kelsa, kishilarni iftor etish va yoki kambag'allarga pul tarqatish orqali zakot ayirdim deb o'ylaydi ekan. Esimizda bo'lish kerak. Zakotning muqim o'lchami bor. Ya'ni iqtisodimiz 85 gram oltinning qimmatiga yetgan bo'lsa, %2,5% ayiramiz. Uni bu o'lchamga solmay kishilarni iftorlatsak yoki uning buniga yaxshilik qilib qo'ysak, zakot ado etolmaydi. Chuqur o'lcham bo'yicha Qur'onda ko'rsatilgan 8 turlik o'ringa tekkizishimiz kerak. Uchinchisi, ya'ni zakot ayiruvchilar diqqat qilishga tegishli ishlarning uchinchisi bo'lsa, zakot Qur'on Karimda ko'rsatilgan 8 turlik o'ringa beriladi, uning boshqasiga berilmaydi. Bu 8 turlik o'rin eng muhim bo'lganligi uchun beriladigan o'rin emas, Alloh deganligi uchun beriladigan o'rin. Balkim Qur'onda ko'rsatilgan 8 turlik o'rindan muhim ya bo'lib qolsa-mu, masalan bir masjidga ehtiyojli bo'lib qolsa-mu, masjidga zakot berishga bo'lmaydi. Zakot Qur'on Karimda ko'rsatilgan 8 turlik o'ringa beriladi, uning sirtiga berilmaydi. O 8 turlik o'rinni biz bir darsimizda tafsiliy tushuntirdik. O darsning ulanmasini tuanda qo'yib qo'yamiz, ko'rib baqsanglar bo'ladi. Agar nihoyat zurul bir pulga ehtiyojli kelib qolgan bo'lsa, o o'rin Qur'onda ko'rsatilgan 8 turlik o'rin bo'lmasa, u yerga yenimizdagi puldan chiqim qilamiz. Chunki zakot bir musulmonga nisbatan Alloh yo'lida xarjlaydigan eng tuvan o'lcham. Undan muhim ya bo'lib qolsa, tomoq yeydigan, mashina oladigan, uy oladigan pullarimizni xarjlasak bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda inna fil mali haqqun siva zakat. Malda zakotdan boshqa haq bor deydi. Ya'ni zakot qandab bo'lmagan yoki zakot ko'rsatilgan o'ringa tushmaydigan yoki muhim o'rin bo'lib qolsa, bu yerga boshqa pullarimizni xarjlashimiz kerak. To'rtinchisi, zakotni tijoratga solishga qat'iy bo'lmaydi. Zakot har yili bir qatim ayriladi. Tijoratni tijoratchilar qiladi. Zakot bo'lsa 8 turlik o'rinning haqqi. U shu vaqtda egasiga berish kerak, egasining qo'liga tegish kerak. Biz boshqalarning haqqida tijorat qilsak bo'lmaydi. Garchi niyatimiz yaxshi, ya'ni tijoratni silib, pulni ko'paytirib, texnik ko'p taqosak deb o'ylaymiz. Lekin bu zakotning hikmatiga qarshi keladi. Chunki zakot yilda bir qatim ayriladi. Her bir ihtiyoç sahibiga şu vaqt yetish kerak. Tijoratni tijoratchilar qiladi. Ya'ni kirib tijoratning ziyon chiqish, foyda chiqish ehtimoli bor. Ziyon chiqmaydigan tijorat yo'q. Ziyon chiqmaydigan tijoratning ko'pinchisi jazoni bo'ladi. Shunga zakotni tijoratga ishlatishga qat'iy bo'lmaydi. Chunki yuqorida deganimizdek, zakot kambag'alning haqqi. Biz kambag'alning haqqini uning ruxsatsiz, uning xabarsiz tijoratga solsak, bu to'g'ri bo'lmaydi. Beshinchisi, zakot oluvchilar. Agar boshqalar zakot olib kelsa, men Qur'onda ko'rsatilgan shu 8 turlik o'ringa tushmamdim, o'ziga bir qarab chiqish kerak. Shundaqla shu o'ringa tushgandan keyinmi faqat 1 yillik ehtiyojiga yetgudak erish kerak. Undan ortiq elib olsa, bu to'g'ri bo'lmaydi. Boshqalarning haqqini elib olgan bo'ladi. Allah Taala zakot ayıradigan kishilarimizning meliga texmi barakat bersin. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda bayon qilgandek, ularni farishtalarning duosiga muyassar qilsin. Zakot og'uchi kishilarni muhtojlikdan qutuldirsin. Ularni pat yaqinda zakot ayıradigan kishilarning qatoridan qilsin. Alloh Taala Ramazon oyida hammamizdan qilgan amalni qabul qilsin.